qirol hazratlarining g'iybat qilishni taqiqlash to'g'risidagi farmonlari muhokama uchun ochiq. Menga qolsa, g'iybatchilarni hammasini to'plab o'rmondan haydash kerak. Men e'tiroz bildiraman. Birovni hayotini muhokama qilmay yashagandan ko'ra ochdan o'lganim afzaldir. Mutlaqo nohaqlik-ku bu. Bugun g'iybat cheklansa, ertaga nafas olishimiz cheklanadimi shunda? Menimcha, g'iybatsiz hayotimiz ancha zerikarli bo'lib qoladi. To'g'risini aytsam, buni unga yomonlamasdan yashashim qiyin. Mayli-yu, ersiz qizlar, tug'mas xotinlar, xotinidan qo'rqadigan erkaklar haqida qayerdan bilamiz unda? Axir bu nohaqlik. Axir bu so'z erkinligini cheklash degani ba'zi o'rinlarda. Ha, unday bo'lsa, birovni hayotiga suqmasak, qayerga suqamiz? Bu sho'rtumshuqni. Qirolim, hozir zamon nozik. Hammani o'z holiga qo'yib bo'lmaydi. Chaynab turish foydali.